Fasad uchun sizlarga zo'r yangilik topib berganman. Shunaqa kilaydan bitta sachasizda. Eng yaxshi tomoni qaranglar. Chilaka blokka ham bitta yopishtiradigan bo'lsangiz mahkam holatda turadi. Undan tashqari paxsaga yopishtirsak bo'ladimi deganlarga, paxsaga ham kelasizlar, bitta yopishtirsalar tushib ketmaydigandan bo'ladi. Undan tashqari bu tomonda mana qurigandan keyin shunaqa holatda bo'ladi. Qaranglar, men tushmaydi, yugurib kelaman-da, qaranglar. Shuni osiladigan bo'lsam, hech nima qilmaydigandan termopanel bo'ladi. 90 ming so'mdan boshlanib, yuqoriga qarab ketaveradi. 90 ming so'mlik 3 lik bo'ladi. Xo'p, 110 ming so'mlik 5 lik bo'ladi. Fasad qilib o'tirmaysiz. Bitada yopish ketadi. 3 tasi bitada bo'ladi. So'kinlarga shu holatda ham bor. Dastlabkasi 100 kvadratdan oshiq oladigan bo'lsangiz, Toshkentning yog'iga vohalagan chiqarib berishadi. Undan tashqari biznesini o'rganaman degan aka-ukalarimiz uchun biznesini ham o'rgatib qo'yishadi. 900 dollardan boshlab yuqoriga qarab ketaveradi. Ravshanbekda oldim sanay. Bo'ldi. Shu shulkada mana qaranglar, qishin yozi zakaz bo'lyapti. Muzlamalardan bemalol yopishtirsangiz ham turadigan termopanel bo'ladi. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar.